Maqalimizni tanıştırışını davamlaştırımız, hürmetli vatandaşım. Şuna qilib, sobiq prezident bosh davriga kelganda Tayvan qobiliyatiga yarasha ish qiladi va biz Tayvanning o'zini qo'g'dishiga yordamlashimiz degan. Uning kaynidan bo'lsa shu vaqtdagi Tayvanning prezident Chen Shui-bianning referendum umumiy xalq bilan tashlash tashabbusini va shu orqali Tayvanning mustaqilligini qo'lga keltirish tashabbusini qattiq tanqidlab, Tayvanning mustaqilligini qo'llamaymiz degan. Hadisin tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Xalyan Chao efendi maqolasini mundaq davomlashtirdi. Bu davrga kelganda prezident Obama Jungo rahbarlariga bir jingo siyosati tushuntiramiz. Har qandaq bir tarafning Tayvan bo'g'uzining hozirgi holatini o'zgartishiga qarshi turamiz deb aytib berdi. Yuqorqila Amerikaning mujmal, aniq bo'lmagan o'zaro ziddiyatlik so'zlari va qiliqlari deb boshlaydi, davomlashtirdi maqolasini Xalyan Chao efendi. Odam agishni yoki qo'llashni bilmaydi. Amerikaning maydoni zodi nima? Tayvanga bog'liq Amerikaning maydoni zodi nima? Qizil siziq zodi nada? Belgili bo'lmaydi. Jungo doiralariga Tayvanga besim ishiltish, xalqaro makonini taraytish, qurolli hujum qilaman popuzi qilishga fursat tug'dirib berdi. Mujmallik Jungo doiralariga Tayvanga besim ishiltish, Tayvanning xalqaro makonini taraytish, qurolli hujum qilaman deb popuzi qilishga fursat tug'dirib berdi. Shuning uchun Amerika haqiqatan bir Jungo siyosatini oydinlashtirishi zarur. Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Junxomingo hukumati Ikkinchi dunyo urushida o'rtaq g'alaba qilgan davlatlar. Ishkanligini nazarga olib, ham San Fransisko xitobnomasining qonun asoslariga asoslanib, Tayvanning o'rnini ochiqlashtirish va belgilash hargiz qiyinga to'xtamaydi. Vaqt, zaman va xalqning ra'yi, xalqaro jamoat fikri hammasi Beijing tarafda emas. Kunlarning birida Jungo urush qilib, Tayvan masalasini biroqla hal qilishga tavakkülchilik qilishi mumkin. Agar Jungoga yo'l qo'ydigan bo'lsa, Amerika Tayvanni yana bir qatim tashlab etdi deb yomon atoq qilgandan boshqa o'zining qimmat qarashlariga xiloflik qilib, urushdan keyingi xalqaro tartibning yemirilishini keltirib chiqarib, tarixning la'nat to'rikiga mixlanadi. Hissiyat deydi Xalyan Chao efendi. Tadqiqotchi Xalyan Chao efendi Tayvan bilan Jungoning birlik kelishini umid qilaman deydi. Tayvanning demokratik tuzumi va tajribalari orqali Jungoni tinch taraqqiyot yo'liga yetaklab, uzun muddat xotirjamlik kapolat qilishni umid qilaman deydi. Lekin aql bo'yicha kuzatganda Jungoda bir partiya hukmronligidagi mustabid tuzum, Jungochi sotsializm ma'rifatini G'arbning erkin ma'rifatlik siyosiy ekologiyasining o'rniga tashish sababidan kishilarning orzularining amalga oshishi nihoyatda uzoqdagi bir ishdir. Shuning uchun deydi Xalyan Chao efendi, Mao Zedong 1920-yili Jungoning tatliq tushini barbod qilib, xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilashni Xunan o'lkasida Xunan jamhuriyati qurishni tashabbus qilgan. Sabablarni o'xshashla bugungi Tayvanga qo'llanishga bo'ladi. Diqqat vatandoshim. Shuning uchun deydi Xalyan Chao efendi, Mao Zedong 1920-yili Jungoning tatliq tushini barbod qilib, xalqlarning o'z taqdirini o'zlari belgilashni Xunan o'lkasida Xunan jamhuriyati qurishni tashabbus qilgan. Sabablarni o'xshashla bugungi Tayvanga qo'llanishga bo'ladi. Xalyan Chao efendi o'xshashla bugungi Xinjiang, Uyg'uriston qo'llanishga bo'ladi. O'xshashla bugungi Shangang qo'llanishga bo'ladi. Shundaqla o'xshashla ichki Mong'oliyaga qo'llanishga bo'ladi, ham Tibetga qo'llanishga bo'ladi. Jungo quruqligida bir torbat abonenti mundaq ko'rsatdi. Kollektiviga dastlab yurgan bir odam bo'lish sifatim bilan Jungoda kim huquq yurgizdi, buningga eransimayman. Tayvanni Jungo yeb ketmasa, yutib olmasalar bu ish yaxshi ishdir.
avval bir türküm kişilerinin erkinligi erişişi ortak hemimiz kul buluştum min yaxşı. Bu söz nayeti caydı sözlengen deydi Xalyançov efendi. Men iki kolumni götürüp kollayman deydi. Xalyançov efendi. Şundaqla Amerikada siyaset belgilügüçilerinin yok qırqı torbet azasının aqli uşu buluşunu ümit qiliman deydi. Tədqiqatçı Xalyançov efendi. Bu yerda bir cüngo siyasi gellik Xitayning Tayvanga hukmronlik qilishini yoki bir qismi degan nuqtada yoki hozir nisbatan aytganda navbatda Shinjongga hukmronlik qilishni, Ishki Mong'olga hukmronlik qilishni, Tibetga hukmronlik qilishini, shundaqla Tayvan jungoni bir qismi degan asosda shundaq bir jungo siyosatni qo'llayman degan gap. Endi bu Xalyanchov apandi Amerika Qo'shma Shtatlariga murojaat shaklida Amerika Qo'shma Shtatlari bir jungo siyosati o'ylandigan vaqt keldi debdi. Biz Xalyanchov apandini qo'llaymiz. Ham Xalyanchovda fikr qilg'ichilarni qo'llaymiz. Ham Amerika siyosiyonlarining navbatda bir jungo siyosatini o'ylashadigan vaqtning kelganligini, balki bir jungo siyosatining allaqachon vaqti o'tganligini Amerika siyosiyonlarining samiga selib qo'yamiz vatandoshim.